Assalomu alaykum. Efirda Nazar haftalik dasturi. Bu dastur orqali o'tib borayotgan haftadagi muhim voqealarga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada men Davron Asqonov. Bugungi dasturimizda O'sh shahrida nizolarni oldini olish bo'yicha jamoat qabulxonasi ochildi. 23-qabulxonaga yo'l berishimiz kerak. Markaziy bozordagi bo'sh o'rinlar tashqariga chiqib olganlar bilan to'liqlandi. Davlat direksiyasi qurgan uylardan yoshlik lageriga yashayotganlarga joy beriladimi? Ham qishning kuni ayollar qiyin bo'ldi. O'tgan hafta so'ngida hukumat rahbari Jo'mart O'tarbayev O'sh oblastida ish safari bilan bo'lib, unda u Aravon rayonining Kengsay massivi bilan tanishib, barak eksklaviga bordi. Uning kelib ketishidan so'ng bosh mavzulardan biri bu barakliklarning muammosiga aylandi qoldi. Barakliklarning muammosini aytmasa ham tushunarli. O'zbekiston chegarani yopgandan so'ng ularning qatnovi muammoga aylandi. Qirg'iz hukumatı ularga Qorasuvdan yer bo'lib bergan edi. Biroq barakliklar ko'chib kelish uchun bu yerda sharoit yo'qligini aytishmoqda. O'tarbayev kelib ketgandan keyin qaysi muammolar hal bo'ldi? Muxbirimiz aytib beradi. Barak qishlog'ida 2012-yil 18-yanvar kuni O'zbekiston bilan chegara yopilganida bordi keldi to'xtab qolgan. Hozirda mazkur hududda 159 oila bo'lsa, uning 111 ga Aqtash qishlog'iga qarashli 5 uy uchastkasidan chek berilgan. Hozirda hukumat tomonidan ularga 8,5 million so'm ajratish rejalangan. Mazkur hududga ijtimoiy obyektlarni hamda boshqa sharoitlarni yaratish uchun jami bo'lib 179,3 million xarajatning taxminiy rejasi ishlab chiqilgan. Hududning bosh rejasi hukumat rahbariga tanishtirildi. Bu ayılda 159 qo'jaliqqa iloyiqlashtirilgan yer uchastkasi hozir o'zingizlar ko'rib turasizlar, ajratılıb berildi. O'sha uchurda gemplanda bir mektep, bola baqchasi, FAP'ning qurilishi, teyle uyi, moncho joylashtirilgan, 2 transformatorniy podstansiya joylashgan. Bundan tashqari barak qishlog'i yashovchilari hukumat tomonidan suvdan masalasi hal qilinsa degan fikrdalar. Bungacha ularga 200 ming so'mdan bo'lib berish rejalangan. Nimalarni gumpomashlarni berib, erta qishdan nima qilib olib chiqishdi rahmat hukumatga. Aslandan bari kelgandan keyin bizga suvdanni berib, bu yerga mektepni qurib, nimani FAP'larni berib, qurib bunday bir talab suv dalaja ekanda bo'ldi. Mahalliy aholi u yerda yashash sharoiti og'irlashganini aytmoqda. Shu sababli xalqning ko'pi o'z yerlarini tashlab bu yerga ko'chib kelishga majbur bo'lgan. Endi esa yer bo'lingani bilan qurilish ishlarini boshlagani moddiy imkon yo'qligini aytishadi. Bardig'i kvartirada yashayotadi. El yo'q o yoqda. Yer o'sha hech kim xabar olmagandan shu yerda bo'lib turamiz-da. Har O'shda, Qorasuvda, qayerda o'ngesa o'sha yerda yashayotamiz. Shu yerdan ham chek olib, shu mana turadi, ko'rib turasizlar, shu yerdan chek olganmiz. Shuni bir hukumatdan so'ranamiz, shuni uyni bitirib berishini deb xohlaymiz-da, shu-da. 5 uy hududiga yaqin qishloqlardan suv tortib kelish rejalangan. Hukumat rahbari xalq bilan uchrashuvdan so'ng xazinada ko'p mablag' yo'qligini tan olib, muammoni hal qilishda boshqa yerdan ko'mak topishga harakat qilishini aytdi. Поливной suvni tortish kerak. Birinchidan energetikaning problemalari yo'lga уже bölündü. O'shaning bilan ағайын туғандар баштай береміз. Сіздердің проблемалар біз үшін приоритеттүү проблема болот. Мен сіздерге берден жалпысынан каражаттын көлөмү аябай көп, бюджетте анча-мынча эле каралды. Бирок биз азыр киши-кирешелерди канча мүмкүнчүлүктөр болсо ошол жерден, ошол жактан ошол жардамын беребиз. Ajratilgan mablag' kelsa yaqin kunlarda yo'l qurilishi boshlanadi. Xalqqa suvda berish masalasida esa hech qanday ma'lumot berilmadi. Shundan keyin Premier Ministr Aravon rayonidagi Kengsoy qishlog'ida bo'ldi. Hukumatning 2011-yildagi qarori asosida 1680 gektar bo'lgan mazkur hudud oblast aholisiga chek sifatida berilgan. Qaror asosida Davlat qurilish boshqarmasi hududning umumiy smetasini tuzgan. Biroq ijtimoiy ta'minot yo'q. Xalqni bu hududga ko'chirib kelishda asosiy masala suv va O'sh shaharning tepalarindagi joylashgan 556 gektar yerga bitpaz atot bo'lgan.
Bunun için kvartalni yolları bütün elleri algan. Bu yerde olsa birinci etapda aralandırı Xalqni bu hududga ko'chirib kelishda asosiy masala suv, yo'l va elektr energiyasi bo'yicha muammo yaralmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, mazkur hududga elektr energiyasini olib kelishning o'ziga 630 million so'm kerak bo'ladi. Sherzod Yusuf, Ilhom Ibragimov, Intimaq. O'sh shahrida millatlar do'stligini mustahkamlash, biror nizo chiqadigan bo'lsa, uni o'z yerida hal etish maqsadida jamoatchilik qabulxonasi ochildi. Qabulxonani hukumatning mahalliy o'z-o'zini boshqarish hamda millatlar do'stligini mustahkamlash davlat agentligi bilan birgalikda O'sh shahar meriyasi hamkorlikda tashkil etishdi. Mana shu qabulxonaning ishlash tartibi haqida muxbirimiz aytib beradi. Qirg'iziston Respublikasi hukumatiga qarashli mahalliy o'zini o'zi boshqarish va millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligi hamda O'sh shahar meriyasi hamkorligida Qirg'iziston Xalqaro Assambleyasining O'sh oblasti bo'limi qoshidan millatlararo munosabatlar bo'yicha jamoatchilik qabulxonasi ochildi. Bugungi jamoatchilik qabulxonasi 2013-yildan buyon millatlararo munosabatlarni mustahkamlash, ular orasidagi turli nizolarni joyida hal qilish maqsadida tashkil etilayotgan qabulxonalarning 18-sidir. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika bo'ylab 20 ta shunday qabulxona ochilishi rejalangan. Akırkı 20 yılın içinde biz 8 yolu çoğun kagılışıga, ulutaralı kagılışıga tüşkeli atağız. Oşonduktan biz kanday olsa da oşol 23-cü kagılışıga yol berbeşimiz gerek. Oşonduktan en negizki türkü olgan mesele biz oruslar aytkanday ulam ele grabliga наступать ete berbey, oşonun aldın alı işlerin жүрgüsü boyunca biz söz türde işçara görüşümüz gerek. Oşonduktan agentlik uyuşuldu da. Qabulxonaning ochilish marosimidan so'ng Nakin Qasiyev tadbirga kelgan mehmonlar bilan uchrashib, jamoatchilik qabulxonasining amalga oshirishi kerak bo'lgan ishlar to'g'risida ko'rsatmalar berdi. Şu yerde dostluktan, şu yerde bilimlikten, özünüz çay жақсы көрген адам, san yerde neme var eken bir seyrettirip, şu yerge bir çaylarda uyuşturup, gelgende bir çay pila çayda uyup, dostlup, çaklaşıp, ilgerkidey olup ketsek menimçe жақсы olur. Köp degen adam da atıyor. O'shdagi qabulxonaga jamoat arbobi Bo'rivoy Jo'rayev rahbarlik qiladi. Qabulxona rahbari va kotibi respublika budjetidan maosh oladi. Odamlarning haq-huquqlari millatga ajratib, birovlar millatchilik qilib boshqa qiladigan bo'lsa, shu faktlarni olib chiqib, mana shu mutasaddi odamlarni javobgarligini qarab, shu chora ko'rib, elimiz tinch yashashi uchun shart-sharoit yaratib berish. Asosiy vazifamiz shulardan iborat. Qabulxonaning ochilish marosimida O'shdagi turli millat vakillari ishtirok etdi. Ular qabulxona millatlararo munosabatlarni mustahkamlash ishlarida ko'plab yaxshi ishlarni amalga oshirishidan umidvor. Oruscha aytganda bitovoy masalalar deb qo'yadi, oilaviy masalalar, o'zaro bir millat ikkinchi millat bolalari ko'chalarda urushib qolishi mumkin. Ularni militsiya organlarisiz shu jamoat o'zi chechishi mumkin. Bu eng katta bizning yutug'imiz. Ya'ni xalqlar orasidagi qarama-qarshilikni, bir-biriga bo'layotgan nizolarni kamaytiradi deb o'ylayman. Qabulxona ochilish marosimidan so'ng O'sh shahar meriyasida millatlararo munosabatlarni yaxshilash yuzasidan meriya tomonidan qilingan ishlar bo'yicha hisobot berildi. Hisobotdan so'ng millatlararo munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha agentlik bu borada meriyaning faoliyatiga nisbatan tanqidiy fikrlarini bildirdi. Mamleketçilikti bekemdöөнүн өзөгү болуп, мамлекеттик тилди бекемдөө деп айтсак жаңылышпайбыз. Мына ошондуктан бардык жетекчилерге мен айтып коеюн, ушул концепциянын ушул 2-пунктунда белгиленген мамлекеттик тилге дагы өзгөчө көңүл буруп, айрыкча мамлекеттик тил, эне тили болбогон улуттардын арасында мамлекеттик тил издөнүктүрүү боюнча толук кандуу иш-чараларды алып барышыңыздарды мен талап кыламын. Ma'lumot uchun aytib o'tsak, istagan fuqaro milliy nizolar bo'yicha turli yordamlar, nizolarning oldini olish bo'yicha tadbirlar yuzasidan qabulxonaga murojaat qilishi mumkin. Millatlar Assambleyasining O'shdagi bo'limi binosida joylashgan. Sherzod Yusuf, Ilhom Ibragimov, Intimaq. Mavzuga aloqador holda hukumatning o'z-o'zini boshqarish hamda etnoslararo aloqalarni mustahkamlash davlat agentligining rahbari Nakin Qasiyevni studiyamizga chaqirganmiz. Navbatni mana shu suhbatga beramiz. Саламатсызбы? Ош жергесине келгендеги бүгүнкү иш-чараңыздар тууралуу айтып берсеңиз адан аркы маектанан уланталы. Birinci maksatımız şu bugün göçme kollegiya boldu. Şergesinde Oş şahrının meriyası menен birgelikte
көчмө коллегия өткөрдүк. Негизги сурообуз бул ушул Ош шаарындагы улуу таралык маселелердин бүгүнкү деңгээли, экинчиден былтыркы жылы кабыл алынган президенттин буйругу менен кабыл алынган концепциянын ишке ашырылышы боюнча Ош шаарынын отчету болду. Негизинен бул маселе боюнча Ош шаарында бир топ көйгөйлүү проблемалар бар экени билинди. Мына концепциянын кабыл алынганына бир жылдан ашык убакыт болсо да кээ бир маселелер бүгүн мүчүлүш ишке ашып атат. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын баарында эле улуттардын ынтымагын бекемдеген, ынтымакка чакырган, багытталган пландуу иш-чаралар барбы? Мисалы, Нооруз сыяктуу же болбосо жаңы жылды жалпы улут, жалпы эл белгилеп аткандай. Эми жаңкы концепциянын аткарылышы бирден бир ошол өз алдынча башкаруу системасына багытталган. Себеби атайын ошо агенттикти уюштурганда бул мамлекеттик агенттик өз алдынча башкаруу менен улуу таралык маселенин экөөнү тыгыздаштырып, биздин атыбыз да затыбыз да ошого байланыштуу да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул маселенин башаты ошол айыл жеринде болуш керек. Себеби этностордо ошо айылдарда жашайт да. Мына шаарда ошо муниципалдык кызматтан, муниципалдык ижарадан түзүлгөн. Ошондуктан мына бүгүнкү коллегияда ошого өтө басым жасалып, анан ошол муниципалдык кызматкерден, ошонун жетекчилеринен да суроо талап болду. Бул маселенин эң биринчи аткаруучу кызматкери ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруунун адамдары жана ошолордун милдети айрыкча аларга так айтылган, андан жоопкерчилиги да бар да. Анан кийин сиздер алдыда дагы улуттар аралык ынтымакты, достукту бекемдөө үчүн кандай иш-чараларды пландаштырдыңыздар? Биз ушу региондордо иш кылып атабыз. Өзүңүзгө белгилүү, былтыр мына Ошто, Нокатта коомдук кабылдамалардын ачылышы боюнча республикалык бир чоң конференция өткөрүп, ошол Нокат райондагы коомдук кабылдаманын алдыңкы үлгүлүү коомдук кабылдама катары барлыктары менен тааныштырдык. Андан кийин мына биз азыр апрель айында өзгөндө дагы чоң ушу мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына арналган ырысалды ынтымак деген чоң дагы бир жыйын өткөрдүк. Барлык улуттар менен бирге 30 майда биз Баткен облусунда Кадамжайда мүмкүн ушу жакшы шарт түзүлүп калса 3 республиканын жаштарынын фестивалын өткөрөлү деп атабыз. Бул Намангандан, Хажыабадтан, Соктон, анан Баткен облусунун жаштарын чогултуп, буюрса бир жакшы фестиваль өткөрөбүз. Ушул улуу таралык маселе боюнча, достук боюнча илгертеден бирге кошуна жашап келген өлкөлөр катарында менимче ушул ишти өткөрөбүз. Анан август айында биз Жалал Абад облусунда Таш булак айыл өкмөтүнүн базасында дагы ушул ПРО менен бирге улуу таралык маселени чыңдоо, андан ары ошо концепцияны ишке ашыруу боюнча дагы бир жакшы иш-чарабыз бар. Жакын арада ойлонуп аткан ушул маселелер. Анан бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат, ошондуктан элге кайрылуңуз. Жалпы эми журтчулукка мына силердин канал менимче түштүк чергесин, айрыкча Ош облусунун Ош шаарын камтыйт экен. Мен кайрылышым мына 2 жолу мыкты басып алдык акыркы 20 жылдын ичинде. 3-үнчү жолу басып алсак, бул биздин мамлекетибизге жалпы журтчулукка доо кете турган чоң катачылык болот. Ошондуктан биринчиден айкөлдүүлүк, экинчиден жанагы толеранттуулук деген бири-бирибизге болгон кандайдыр бир чыдамдуулук, бири-бирибизге болгон кайрымдуулук, анан эсибизде такай болсо, миңдеген жыл бирге жашап келгенбиз, дагы мындан ары дагы миңдеген жыл бирге жашайбыз. Ушул улуттар өзбек, тажик, кыргыз, орус, татар болуп, ошондуктан биздин келечегибиз бул ынтымакта, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушул ырыскыбызды сактап, өзүбүздүн мамлекеттүүлүктү сактап калалы. Рахмат эмесе, биздин студиябызга келип атайын маек куруп бергениңиз үчүн, телекөрүүчүлөр үчүн маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин телекомпаниянын кызматкерлери дагы сиздер менен тыгыз иштегенге дилгир. Биздин студиябыздын коногу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этностор аралык мамилени чыңдоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Накен Касиев болду.
O'tayotgan haftada O'sh shahridagi Teshiktosh bozori markaziy bozorga jildirildi. Shuningdek, Qorasuv ko'chasidagi yo'lning chetida savdo qilayotgan savdogarlar ham bozor ichkarisiga kirgizildi. Aslida bunga qattiq qarshilik qilganlar bo'lmadi, lekin norozi bo'lganlar ham yo'q emasdi. Bu fuqarolar Shahidtepa yaqinidagi bozor atrofida savdo qilishadi. Endilikda ular markaziy bozor ichiga ko'chirildi. Biroq bunga savdogarlarning ko'pchiligi norozi bo'lmoqda. Sababi bu yerda talabga javob beruvchi sharoit yo'q deyshadi savdogarlar. Biz ham ko'chkili desa, ayvay yaxshi yerga aparat turay deb kelyapmiz. Ana uy ustidan bo'lsa, to'sidan suv quyilib yotadi. Analari chang. Bizning hozir merlar o'zlari keldilar, tufillardan beri chang bo'lib yotib qoldi shimlardan. Men bu yerda 10 kun o'tirgan odam kasal bo'lib skvaznik bor yo'q. Aylanib turadi. El norozi bo'ladi. Shuningdek, savdogarlar bu yerga sotish uchun oziq-ovqat olib kelish noqulay bo'lib qolishini aytmoqda. Bu yerga yuk tashuvchi mashinalar emas, hatto aravaning kirishi ham qiyin. Kartoshkalarni bundan da arava menen olib tushganda bir-iki ayollar jig'ilib tushdi. Buna ko'tarishga grushchik nima etishimiz kerak. Biz o'zimiz ko'tara olmaymiz. Buna zaborlarda, buna kamazlar tushish qiyin. Savdogarlar bu yerning sharoitidangina emas, savdo qanday bo'lishidan ham tinchsizlanmoqda. Savdo juda nachar. Ko'rib o'tasizmi? Bir ham odam kelgan yo'q. Sen kelgandan beri 2 kilo sotdim. O'g'a choy ichaymi-je, bola chaqamon borammi? Shunday qilib, yangi bozorning sharoitiga ko'ngli to'lmagan sotuvchilar shahar yetakchilariga noroziligini bildirishdi. Hech kim garantya beramaydi. Tushmasa joyni joyni bersam basmayman. Oshda o'zingda ber. Barda ko'chada marshrutdan qo'l ketdi. Biznesi bog'lasa da endi bundan bugun qiladi. Ayni paytda Qorasuv ko'chasidagi yo'l chetida o'tirgan savdogarlar ham markaziy bozorga ko'chirildi. Savdogarlarni ko'chirish ishlari O'sh shahar meriyasi tomonidan ishga oshirildi. Ellerden sunuşu bilen talabi bilen biz şu bugünkü günde şahardıq meriya özüne tayin rasporejensini çağırıp bugünkü günde şu Qarasuvskiy köçesindeki bazarda tegi jerdagi Teshiktashdagi soda tүйүндөрүн ички Борбордук базарга алып келип жатабыз бүгүнкү күндө уюштуруп. Азыркы учурда Борбордук базарда иштеп аткан 700-800 место бар. Андан сырткары көчө боюнда иштеп аткан базарларда содага аткан содагерлерге базар место жетиштүү. Ал жерде Тeshiktosh базарын түшүрүп атабыз. Бул жактагылар картошкага, кийимге киргизип атабыз азыркы учурда. Оптун базарды Тeshiktoshдан түшкөндөгү базарга отургузуп атабыз. Mutaxassislar noqonuniy yerda savdo qiluvchi sotuvchilarga bozor ichidan savdo rastalari tayyorlanganini aytadi. Ошондой элдин башын айлантып, булар алдамчылар бүт. Меники деп ол мурунку эски базарда отургандар бербейт экен бизге. Ол жерге кирип бизди алдайт, анан кирип муну алдайт. Азыр бир эле местага 3 адам туруп атат. Жалган. Недегі аялдар мындай деп сүйлөштү. Көпүрө бүткүнчө майли коюп бергиле. Секеге отурайлы деди. Отуруп шипан кылып берсин, үстүн тозуп. Тосын тоспозо отура беребиз. Латоктун эки чекеге мурун жолго чыгып кеткенбиз эл, туура. Жолго чыкпайбыз дедик. Ого деле макул болдук да. Алар артта деле отурушпай атат. Эми артка отурабыз. Ар бир 10 адамга бирөөнү шайлап койсун. Чыкпа. Ким чыкса сен жооп бересиң. Biz o'sha narsani talab qilamiz az meriyadan. Biroq shahar aholisi yo'l tozalangani haydovchilar uchun qulaylik yaratayotganini aytmoqda. Yo'l demak mashinaning yo'li. Mashina tush kerak. O'zgar ko'ryaptinglar qanday millatda probka bo'lib, tamsalab. Bu elda shuga ko'nish kerak. Eldan o'zin ankazmi shuga yetish kerak. Bozorning ichiga kirish kerak. Вообще probka eldir yo'lning jarmidan chiqilgan. Probka oluşuda qiynalып attığında. Keçeden beri bugün buna жақсы olup kaldı. Şunda olsa sırası gelevizdağı sırası adamda alıp getiririz. Birbirimizge to'sqinlik qilmaymiz da. Shuningdek, Qorasuv ko'chasida noqonuniy deyilgan savdo do'konlari ham olindi. Mo'jamsiz qurilishlar, prилавкаларды тазалап, алып салып bu bizning millat bo'lib ishlatiladi. Biz ertadan beri shol жұмышты атқарып атабыз. Эми азыр канча деп айта албайм, бирок көп навестер, прилавка, баягы шатер башкаларды алып таштадык. Azim Qarasuv ko'chasi. Yo'l chetida noqonuniy savdo qilgan savdogarlarni markaziy bozorga joylashtirish 3 kun davom etadi. Aytish joizki, O'sh shahrida bu kabi savdogarlarning soni 800 dan ortadi. Noqonuniy savdo shoxobchalari esa 200 ga yaqin. Sherzod Yusuf, Azam Buzrikov, Intimaq. O'shning Manasota kichik rayonida joylashgan Qirg'iz-Xitoy zavodini yopish talab qilinmoqda. Aholi bu yerdagi armatura ishlab chiqarish ishxonalaridan chiqayotgan tutun inson sog'lig'ini hamda ekologiyani buzayotganini aytib, meriyaga murojaat qilishgan.
Aholi mana shu tutunlar sababli yo'talayotganlar juda ham ko'payib borayotganini aytishgan. Biroq bu yerda ishlayotgan xodimlar bu fikrlarni rad qilmoqda. O'sh shahar meriyasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda mutaxassislar bu borada tekshiruv olib bormoqda. O'sh shahri Manasota kichik rayonida taxminan 50 dan ortiq ko'p qavatli uy, 10 dan ortiq oilaviy yotoqxona va qator yer uylar mavjud. Mazkur hudud yashovchilari tekstil korxonasi hududida 2009-yildan buyon ishlab kelayotgan armatura erituvchi ishxonaning ishlashidan norozi. Xitoylardan ishlatgani buna bardıq adamlarga ele ziyan bolup atat. Çoğdor uqpaytat. Bala chaqabız ele orup atat. Girip bolsa azırga çeyin köpeyip ketdi. Kimge жазып атабыз çoğdorga. Olar bizde qarapayım xalqты qarabайtat. Biz hem kimge arızdanышыбызды bilbey ele qaldık kıskası. Bizden oşo suroğubuzdu qanattandırıp жақшы qarap berse, oşonu gana surayбыз. Түнү 12'de иштесе, эртеси саат 10-11'ge чейин аябай түтөйт. Карап деле көрүңүздөр, бир кычкыл бир таандар келет, тамактар зопко, анан бронхитке зыян экен алчы. Уже көздү барып көзгө жашагызат экен. Мына Салиеванын Касымбекова менен Салиевада жашаган, Апштада жашагандар аябай кыйналып атат. Экинчи группа инвалидтер чыгышты кече. Азыр эми мынау аба булганып бардык ушу семьяларыбыз менен орuyбузда, биз мындай тамактан кармайт. Ушу абасы аябай булганып атат. Бизде уккан адам жок чындыгындачы. Анан эми биз буларды иштебесин, кетсин дебейбиз. Бир айылдан четирак адамдардан сыртыраак жака барып иштей берсин, ошол. Анан кийин Aytish joizki, ushbu sexlar xitoyliklar tomonidan ishlatilib, armatura ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Aholi tomonidan bo'layotgan salbiy fikrlarga sex rahbariyatining munosabatini bilish maqsadida u yerga bordik. Biroq sex xodimi rahbar bir haftaga Xitoyga ketganini aytib, boshqa ma'lumot bermadi. Ayni paytda Manasota rayoni aholisi sexni yopish talabi bilan O'sh shahar meriyasiga, shahar kengashiga, ekologiya va huquq tartibot organlariga arzlangan. Ал жерде жашаган элдердин арызы менен СМБга кайрылган экен. Биздин шаардын СМБсына кайрылган экен. СМБдан кат менен бизге кайрылды. Ошол каттын негизинде биз азыр атайын текшерүүгө экономика министрлигинен уруксат алып туруп, азыр текшерип атабыз. Текшерели десек, азыр барсак иштебей калды. Иштебей атабыз деп бизге кат менен кайрышты. Биз иштебей турабыз деп. Rizbek Yusupovning ma'lum qilishicha, Manasota hududida istiqomat qiluvchi aholi tomonidan so'nggi bir necha yilda mazkur sexlar bo'yicha arzlar kelib tushmoqda. 2012-yili shunday arzlar ortidan mazkur sexlarning 9tasi yopilgan. Bugungi kunda rayonda 3ta sex faoliyat olib bormoqda. Bu ошолордун анализин аныкташ үчүн ошол чыгарган сбростун жана түтүндүн канчалык деңгээлде зыяны бар адамдарга элге ошонун зыянын аныкташ үчүн СМБ азыр тиги литейный цехти иштетип, тиги түтүнүн чыгарып, ошонун эми мына балдар барып, анализдерин алып, бүгүн барып анализдерин алышты. Эми ошого жараша неме иш алып барабыз да. Biz mazkur arz yuzasidan O'sh shahar meriyasi qanday ishlar qilayotganini bilish bo'yicha meriyaning tegishli organlariga murojaat qildik. Biroq shahar meriyasi hozircha Manasota rayoni aholisidan arz kelib tushmaganini aytib, intervyu berishdan bosh tortdi. Sherzod Yusuf, Ilhom Ibragimov, Intimaq. 2010-yili 24 oila jabrlangan deb topilib, vaqtincha yashash uchun O'sh shahridagi yoshlik lageriga ko'chirilgan edi. Ammo 4 yil o'tibdiki, ular haligacha mana shu yerda yashashadi. Bu yerda yashayotganlar lager yoz mavsumiga moslanganligi uchun qishda ancha qiyinchilik bilan kun kechirishganini aytishmoqda. Mahalliy hukumat ularga davlat direksiyasi tomonidan qurilgan uylardan xonalar berishni va'da qilgandi. Batafsil navbatdagi lavhada. Yoshlik lagerining yashovchilari bu yerga bundan 4 yil avval vaqtincha yashash uchun kelishgan. Lekin vaqtincha yashash muddati 4 yilga cho'zilib ketdi. Lagerda 24 oila yashaydi. Bino yoz mavsumiga moslangani sababli yashovchilar qishni qiyinchilik bilan o'tkazganini aytishadi. Pandaga tillik bor deganda o'lbay etib jazga chiqib oldi. Xudo xolasa bundan buyoqqa tillik qilib ketamiz. Ham qishning kuni ayvay qiyin bo'ldi. Şu yerda nevaralarim bilan bola chaqalarim bilan 8 jon o'sha bir uylarda shu bir ko'natda yashab chiqib ketdik. Bittagina pilta o'sha svet bilan gana. Aholi uy olish uchun bir necha bor hukumat vakillariga murojaat qilishgan, biroq natija chiqmagan. To'xtam chiqqan 24-ga Atambayev o'zi premyer ministr bo'lib turgan vaqtda. O'shandan keyin ne bo'lib qolib ketdi?
Onun 1300'ge dagı var toktom çıkan. Bul dagı ne olup kalıp ketdi. Oşonto ele bilbeyim mına bilet, ana mına bilet je bolot je bolboyt dep turup ana mınдай топтолуп бара калсак, ой силерге бар, силерге үй тиет, тийбей койбойт. Туруп тургула дегенден башка сөз укпайбыз. Мисалы үчүн немесине дагы бардык али комиссиясына. Комиссия барганда дагы айткан. Онон кийин баягы немелер келди, годовой отчет болду. Ошондо дагы барсак, ой силерге бар болот, немеге кыжалат болбогула деген. Анан азыр билбейм эмне болот ошончо турабыз. Bu yerning yashovchilari uy qurib yashashi uchun yer maydoni yo'q. Farzandlarining kelajakdagi hayotini tasavvur qilish olmaydi. Biz ham Qirg'izdin jarandarimiz. Biz ham odammiz. Odamcha yashab, o'sha cho'ngdoshcha yashagimiz keladi bizdagıcha. Biz nesil qilg'izdik, bola chaqiramizni, unda ko'rkondu, odamcha cho'ng'aytib, yaxshi tarbiyalab, yaxshinaqa yoshlarga yetkazishimiz bizda ham harakat, o'y, maqsad tilagimiz borda. O'sha narsani o'ylaymiz, biroq Fransiya oyoq-oyoqdan hech turmushga oshmaydi. Sharoitning yo'qligidan qiynalgan yashovchilarga bunga qadar davlat direksiyasidan uy berilishi aytilgandi. Ular haligacha buni kutishadi. O'shanda mamlakat o'shanda go'z direksiyadan uy beradi deb aytib atishlardi. O direksiya jo'yilib ketdi, ham shaharga o'tib qoldi deb o'tadi. Mo'jiza shu azda umidimiz bor, shu mer tomonidan o'tib ketsa, shu Xudoyim bir berib alg'ulmim deb qolsa, o'sha cho'ngdor bizga yaxshilik qilib qo'ysa, Xudoy ularga beradilar. O'shuncha muhtoj odamlarni qarab qo'ydikda Alloh ustida turadi. Alloh o'sha cho'ngdorga beradilar, o'sha narsani o'ylansa, bizdan qo'rqmasa ham Allohdan qo'rqsa yaxshi bo'ladi. Davlat direksiyasi tarqatilgandan keyin uylarni bo'lishtirishni maxsus tuzilgan komissiyaga topshirilgan. Natijani esa ko'plar qatori yoshlik lageridagilar ham kutmoqda. Mavzuni davom ettiramiz. Bugungi kunda O'sh shahrida davlat direksiyasi tomonidan qurilgan ko'p qavatli uylarning 6tasi bo'sh turibdi. Iyul voqealarida jabrlanganlarni bittagina uyga joylashtirsa bo'ladi. Qolgan 5 ta uy kimga bo'lib beriladi va qachon bo'lib beriladi? Va nihoyat nima uchun shuncha vaqt bu uylar bo'sh turdi? Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bu uy mamlakatlik direksiya davlat direksiyasi tarafidan 2012-yilda qurilgan. Ko'p qavatli uyning xonalari iyun voqeasida jabrlanganlarga, imkoniyati cheklanganlar yoki ko'p yildan beri hukumat xizmatida ishlab uy ola olmagan fuqarolarga berilishi kerak edi. Biroq shuncha vaqtdan beri nimagadir berilmayapti. Uylarni bo'lishtirish uchun tuzilgan davlat komissiyasining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'sh shahrida 4000 ga yaqin fuqaro navbat kutmoqda. Ular qatoriga iyun voqeasida jabrlangan Sharipa Mirzahalilova ham kiradi. U 2010-yilning kuz mavsumida uy oluvchilar ro'yxatiga qo'shilgan, biroq bugungacha uydan darak yo'q. Men prezidentga xat yozdim. Jantor Satvaldiyevga yozdim. Keyin mana nimadegilarga yozdim. O'sha deputatskilarga yozdim, 3 tomonga yozdim, atvet keldi, berilsin, qaralsin deyildi. Da sih por menga hech kim nima qilmayapti. Xabar olib so'rab borsangiz achchig'i kelyapti. Kelaverasizmi deyishib. Xabar olmasangiz biror manaqa qilib hech kim so'ramaydi ekan. O'z navbatida davlat direksiyasi tomonidan O'sh shahrida jami 24 ta ko'p qavatli uy qurilgan. Uni jabrlanganlarga bo'lishtirish uchun 2012-yilning 4-mayida davlat komissiyasi tuzilib, 21 uy shahar munisipal xususiy boshqarmaligining qaramog'iga o'tib, 1121 uy iyun voqeasida jabrlanganlarga, imkoniyati cheklanganlarga berilgan. Hozir berilmagan ko'p qavatli uylarning yana 6si bor. Bu o'ta o'rchunli masala. O'sh voqeasi bo'lgandan 3-4 yildan o'tib ketdi. O'shunday bo'lsa-da, shu masala uy bo'lishtiruv masalasi shungacha chechilib bitilak. Yaqin qarada shu mamlakat komissiyasi oxirgi komissiyasini o'tkazib, shu iyun, may, aprel oyida jabr qilganlar uchun oxirgi komissiya o'tdi. Shu komissiya bilan shu o'qiyaga байланышкан uy oluvchilarning masalasi to'liq chechilib bitdi. Ala turgan bo'lib, olmay turgan bo'lib chechiladi. Hozirgi vaqtda 600 ga yaqin uy bo'sh turibdi. Uning 50-60 gagina iyun voqeasida jabrlanganlar to'lig'i bilan joylashtirib bo'linadi. Qolganlari kimlarga berilishi haqida uylarni bo'lishtirish komissiyasining mas'ul kotibi shunday tushuntirdi. O'shunda tayin javob bekitilgan. O'sha javobda ipotekalik tartibda berilsin degan ruxsat yo'q. Aytarim, bugungi kungacha ipoteka berilsin degan bizda negiz yo'q. Biroq sonuçlar bo'lib o'tadi. Anan qolgan uylarni kimga berish bu hukumat uylarning niyasi hukumat bo'lib hisoblanadi. O'shuning uchun mamlakat komissiya o'zining sonuçlarini aytadi. Boshqa invalidlarga beradigan ipotekalik sistema bilan satavi, jada boshqa
Kuch organlarini ishlaganlarga berib, ana mamlakat komissiya oxirgi komissiyasida sunish bilan chechish kerak degan o'ydamiz. Davlat komissiyasi uylarni bo'lishtirish uchun may oyining birinchi yarmida yig'ilish o'tkazadi. Shu yig'inda davlat direksiyasi qurgan uylarning taqdiri to'lig'i bilan hal bo'ladi. Davron Nasibxonov, A'zam Buzurikov, Intimaq. O'tayotgan haftada Intimaq Twitter aksiyasini o'tkazdi. O'sh shahar yoshlar komiteti bilan hamkorlikda o'tgan mana shu aksiyada aholiga qo'l telefonlari orqali Twitterdan qanday qilib tezkor axborot olish mumkinligi tushuntirildi va istaganlarning qo'l telefonlari Twitterga ulab, ularning so'nggi axborotlar bilan tanishish imkoniyati yaratildi. Agar siz ham qo'l telefoningiz orqali Twitterdan so'nggi axborotlarni tezkor olishni istasangiz, navbatdagi lavhani ko'ring. Avval aksiya ishtirokchilariga Twitter ijtimoiy tarmog'i haqida ma'lumot berilib, mazkur tarmoqqa ulanishning yo'l-yo'riqlari tushuntirildi. Kompyuterda o'tirib turaylik, o'sha yerda pochta ochib, Twitterga registratsiya qilib, ana keyin kompyuter orqali tutashdi. Ikkinchi qadam nima? Telefonning o'zida kombinatsiyalar bor. O'sha yerda terib turib tutashdi qo'yasiz. So'ng aksiya qatnashchilari shahar hududidagi aholiga ijtimoiy tarmoqqa ulanishni taklif qilib, ulanish yo'llarini ko'rsatib berishdi. Odamlar qo'shilyapti hozir ko'chirda. Qiziqyapti. Unda ham ko'pchilik hozir o'sha jariya qilyapmiz. Qo'limizdan kelishicha jariya qilyapmiz. Ko'pchilik qo'shilyapti. Biz hozir yoshlar intimog'i nima qilib, ko'p men o'zim 10 chaqta odamni nima qildim. Xudo xolasa qanotlandim nima qilamda. Xudo xolasa o'shalarning 10 chaqtasini nima qildim. 4 soat davom etgan aksiya asosida yuzlagan fuqaro o'lkadagi so'nggi ma'lumotlarni qo'l telefonlari orqali bepul olish imkoniga ega bo'ldi. Bu tur aksiya, sebebi deganda yerkijalarda radio tutmasa, barliq telefonlarga keladi. Жаңылыктар, барлық нәрселер. Men тура деп ойлаймын бұл сіздердің акцияңарда. Негізінен мен маалыматтардың бардығын ардайым интернет бұлақтарынан алчумын, интернет сайттардан. Бүгін бірінші жолы şu Twitter социалдық тармағынан да маалыматтарды алса болар екен. Бүгін бірінші жолы ұғып біліп жатам. Aholini bepul ma'lumot bilan ta'minlash maqsadidagi aksiyaga 40 ga yaqin yoshlar qatnashdi. Tadbir Intimaq teleradio kompaniyasi tomonidan uyushtirildi. Bir ele tele, radio, internet аркылуу эмес, ар бир адамдын телефонуна жеткирүү болду. Ошого азыр Twitter акциясын көрдүк. Twitter акция бул кыска номерине, 40 кыска номерине SMS өтүп коюп, маалыматтар ар бир адамдын колуна өз убагында жетет. Ошол максатта уюштурдук азыр жаштар комитети менен биргеликте. Бұл нәрсені дағы уланта беребиз. Bugungi aksiyada faqatgina Intimaqning Twitter'dagi akkauntiga ulash amali olib borildi. Ma'lumot qatori aytib o'tsak, ijtimoiy tarmoqqa ulanish 3 bosqichdan iborat bo'lib, ulanish uchun atiga 1 so'm 50 tiyin sarflanadi. Intimaq urush faxriylari bilan tanishtirishda davom etadi. Og'ir kunlarni boshidan o'tkazgan urush faxriysi Rasuljon Mamarasulov 93 yoshda. Jallabotlik oqsoqolning bugungi va o'tgan kundagi hayoti haqida navbatdagi lavhamizda hikoya qilamiz. Bet qo'lni juvib, tarat olib, namozni o'qib olib, anan keyin qo'rg'onda aylanib chiqaman. Ko'chalarga bosaman. Bu o'zi привычка shunday. Anan keyin bir odam aytgan menga, "Sen yavas zaveduyu" deydi bir o'rus. Noken rayonidan urushga 6000 dan ortiq odam ketgan bo'lsa, ularning 2900 nafari vataniga qaytib kelgan. Rayonning Saqalda qishlog'ida istiqomat qiluvchi Rasul Mamarasulov bu yili 93 yoshda. U har kuni ertalab sport bilan shug'ullanib, sog'ligi haqida qayg'uradi. Ota urushga 1941-yilning noyabr oyida ketgan. O'sha kunlarni u o'kinch bilan xotirlaydi. Bizning nemislardan qo'lga tushgan mashinamiz bor edi. O'shani oldiga borsam, komandirim o'tiradi 2 bolam bilan. Qolgan 5 bola putirab yotadi. 5 putirab yotadi, qadam jo'rad dedim. Kelsa 3 o'lib qolibdir, o'kovi bor ekan. Ana meni qo'shdidagi Bakuga jo'natdi. Bakuda o'g'ir yaradar deb turib, Ostrov Artyom degan evaka gospital bor ekan, dengizning o'rtasida. O'sha dengizning o'rtasida yotdim, 6 oy yotdim. Anan ikkinchi guruhga deb turib, 43-yili 15-iyunda uyga kelib kelganman da. Shunday bo'lam. Rasul ota olgan jarohat sababli urushdan qaytgach, onasi o'sha vaqtda 11 yoshli To'txon ona bilan nikohlatadi. Turmush qiyinchiliklarini boshdan kechirgan bu oilani bosh qo'shganiga bu yil 69 yil to'ldi. Birine sözüne giriş kerak. Bu bir narsa desem men bo'ptir deyman. Men aytsam bu dag'i bo'ptir deyman.
Anan haligi tartishganda urush chiqadi-da. Betidan olib jaqildab tursam men. Ana bu jo'n qo'yavdi. Bu ham urushadi menga. Undan ko'ra un chiqmayin bo'ptir deyman. Hozirda Fahriy 93 yoshda bo'lsa ham avtomobilni o'zi boshqarib, gohidan markazga borib yaqinlari bilan uchrashib turadi. Oy, qandaysinglar o'zinglar, bola chaqanglar meni. Tinchsinglar, ballig'inglar. Yaxshi. O, meni chevaralarim so'rab qo'ygan, o'yib qo'ygan barlig'ini. Bishkekdagi nevaralarim olib ketib qoldi. Ökөz, chalgan bir ökөz 3 oy turib keldik. Bishkekda bu mashinani minalmay qo'ydim. U yerda mashina ko'p ekan. Har yili 9-may g'alaba kuniga qarata urush faxriylariga rayon ma'muriyati, qishloq hukumati tomonidan moddiy yordam ko'rsatilib kelinadi. Bu ishlar bu yilda oldindan boshlandi. Byudjetning shartma yarasha yordamlar berilib, uy bulasini o'zini andan sirtqari 80dan tegiragida bizda shu o'tirgan so'shning jesilari bor. Qatnashuvchilarning jesilari alarga tag'i shunday rayondық администрация тарабынан, айлық мектеп тарабынан, мекемелердің демеушілік тарабынан жардамдар беріліп тұрады. Bugungi kunda Noken rayonida Ulug' Vatan urushining 32 faxriysi bor. Ularning 11 nafari front ortida xizmat qilgan. Sherzod Yusuf, Temirbek Jaqipov, Intimaq, Jalolobod oblasti. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi hafta Nazar axborot dasturi orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.